65 million yil ilgari diametri taxminan 10 kilometr kelgan bir kichik sayyora yer shariga so'qilib, yer sharida g'oyat zo'r yer tevrashni keltirib chiqargan. Bu qitimqi ofat zo'r miqdordagi jonliqlarning yo'qilishiga sabab bo'lgan. Butun atrof is-tutak bilan qoplangan. Butun yer shari qorong'ulikqa qadam qo'ygan. Kuchli yer tevrashga ergishib, dengiz okeanida zo'r darajada dengiz toshqini paydo bo'lgan. Buningga ergishib, atmosferada o'zgarish paydo bo'lgan. Yer sharining temperaturasining o'rlishiga ergishib, jonliqlar keng ko'lamda o'lib ketgan. Hatto yer shariga 160 million yil hukmronlik qilgan dinozavrlarmi bu qitimqi ofatdan nasl qurib ketgan. Mana bu tarixdagi 5-qatimliq jonliqlarning yo'qolishi. Undaqda bugünkidek insonlar fan texnikasi taraqqiy qilgan hozirgi zamon jamiyatida bir kichik sayyora yer shari so'qilib ketsa insonlar hayot qolamdi yo'q. Oldi bilan shuni bilishimiz kerakki, amaliyotda yer shari allaqachon tog' jinslarining hujumiga uchramoqda. Faqat bularning bir qismini Yupiter va Oy shari to'sib kelyapti. Yana bir qismi bek kichik bo'lib, yer shari atmosfera qavti bilan qattiq so'kilish yuz berib, yer shariga tushguncha kuyib tugaydi. Odatdagi atalmish oqar yulduzlar ana shularni o'z ichiga oladi. Bular balkim qisman ziyon keltirib chiqishi mumkin, ammo butkul yer shari ekologiya sistemasiga nisbatan tilga olg'uchiligi yo'q. Yer shari ekologiya ofatini keltirib chiqaradigan kichik sayyoralarning ko'pinchisining diametri 1 kilometrdan kichik bo'lmaydi. Odam bo'shligidan kelgan kichik sayyoralarning sur'ati intayin tez. Uning ustiga ular ilib olgan energiya bizning tasavvurimizdan olqib ketadi. Balkim yadro bombasining necha 10 ming assisi, hatto necha 100 ming assisidanmi eshib ketishi mumkin. Shunga bugungi kundagi fan texnik kuch orqali bir qism olamdan kelgan tog' jinslarini vayron qilish bir qadar mumkin bo'lmaydigan ish. Ularning kelayotganligini yetarlik orliqdan bayqay olsak, u boshqa gap. Lekin hozirgi fan texnikada unchoqlar orliqdan ularning kelayotganligini bayqay olmaymiz. Ularning haqiqatan yer shariga qarab kelayotganligini farqlantirgili bo'lmaydi. Holbuki bizning ko'p umidsizlanishimizning hojati yo'q. Çoğu masalliq kichik sayyoralarning yer shariga so'qilish ehtimolligi intayin kichik. Yer sharining necha milliard yillik tadrijiy taraqqiyot tarixidami necha qitim o'zgarish bo'ldi xolos. Agar haqiqatan shundoq bir kun kelsa, bilishimiz kerakki, butkul olam ichida yer shari hech qanchalik narsa emas. U faqat bir mikro chang to'zon xolos. Mikro chang to'zondagi bakteriyaning hayot nomatligi olamga nisbatan hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.